Qayerda qoldik endi bu? Keldingmi? Brat, keldim. Menda cho'tka ideya bor. Qanaqa ideya bor? Hozir. Idi sуда, biyar, bu yoqqa. Voy, nima bu? Yo'qot, menga tegmasin. Qo'rqmang, bu sizga tegmaydi. Nimaga menga tegmaydi? Bu faqat Johani o'ldirish uchun o'rgatilgan. U faqat Johani o'ldiradi. Короче, Johani zo'r qilib o'ldirmoqchiman. Qanaqa o'ldirasan? Buni olib borib merga padarka qilaman. Mer esa Johani ishga chaqirgan payt ayiq Johani yeb qo'yadi. Tushundingizmi? Gap yo'q ideya ekan. Bo'pti, unda bor. Ketdik ayiqcham, yur ortimdan. Hayot naqadar go'zal. Lekin go'zallikda mana nima edi, yog'och buzib turibdi. Olib tashlashim kerak, lekin buni olib tashlasam, mana tom awnab tushsa kerak, bilmadim. Menimcha olib tashamaganim ma'qul. Lekin baribir shusiz ham hayot go'zal. Mana bu daraxtni olib tashlasam, butun tabiat ko'rinadi. Va вообще hamma narsa mani tabiatni chiroyini ko'rishga xalaqit qilyapti-ku. Video yo'qilibdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha. Jigarlar, tez kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib tashinglar. Men esa videoni boshlayman. Короче, jigarlar, bitta sizlarga iltimosim bor. Obuna bo'lish knopkasi turibdi. Bitta bossasizlar, ostida 5-6 ta kanal chiqadi birdaniga. Hammasi iltimos, tez obuna bo'lib tashinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Просто obuna bo'lasizlar. Mana uchun esa juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Juda ham katta foyda bo'ladi. Короче, o'shaning uchun tez obuna bo'linglar va videoga like bosib oxirigacha kuzatinglar. Bugungi videoda nima bo'lishini bilib olishni xohlasanglar, albatta oxirigacha kuzatinglar. Men bugun ko'ryapsizlar, tabiat chiqib kuzatib, chiroyli joylarni ko'rib o'tiribman. Mana shu eski ham tabiat chiroyini buzib turibdi, lekin bilmadim, balki buzib tashlasakmikan. Merga aytib ko'rish kerak. Menimcha buzganimiz ma'qul. Вообще xunuk turibdi, to'g'risi. Yaxshisi polizimda ishlasammikan. Polizda ishlasham to'g'risini aytsam unchalik yoqmayapti. Balki ovga chiqarman, ovga chiqish kerak menimcha. Lekin nimani ovlayman, hayronman. Elektr energiyasini tejaylik. Men to'xtanglar, elektr energiyadagi svet raqamim necha edi? Tekshiraylik. Pul bilan ishlaydi-ku, baribir bu. Pulni tekshiramiz. Obbo, 300 so'mgina pulim qolibdi. Jigarlar, tez kanalga obuna bo'lib, nima dedim? Kanalga obuna bo'linglar. Men bitta kanal sotib turib puliga elektr energiyaga to'lab yormasam bo'lmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Vashye, men sizlarga video olishga qiynalaman agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Mana shu shoxga men hayronman. Har doim olib tashlayman, shu yerda shunday tushib qolaveradi. Voy dod, g'alati daraxt, yomon asab buzadigan daraxt ekan. Mayli, u daraxt-ku, buni gapirgan befoyda bo'lsa, men jitel gapirsam, bu jitelga ham gapirgan befoyda qizdig'i. Mayli, undan ko'ra kirib polizimda ishlay qolay. Короче, sabzilarda, kartoshkada hamda mana bu nima edi? Bug'doyda bugun xolis deyapmanmi? Hosil normalniy bo'lgan. Mana bratam, qo'shnim ham hosilda ishlash, polizida ishlashni boshlamabdi-yu, lekin boshlamoqchiga o'xshayapti. Bilmayman, nimagadir вообще gapirayotgan gaplarimga o'zim ham tushunmayapman, xato gapirib qo'yaveryapman. Bu nimadan bo'lyapti? Jigarlar, sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Voy, yana tutilib qolyapman. Sababni yozib qoldiringlar. O'tgan galgi videolarda bunaqa bo'lmagan-ku. Balki biroz gripp bo'lganim uchun shunaqa bo'lyaptimikan? Aytgancha, gripp kasalligi kimlarga bor hozir? Sizlar kommentariyaga masalan kasal bo'lsangiz yozib qoldiringlar va men sizlarga Xudodan shifo so'rab qolaman va sizlardan so'rab qolsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar albatta. Xo'sh, bu yerdan voy, bitta joyimni tiqib qo'ydim-ku, mayli. Qaytarib to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Okey, bu yerga yana nima eksam bo'ladi? Rediska, sholg'om, yana tarvuz eksam ham bo'ladi. Shu narsalarni bir amallab qayerdandir topib ekishim kerak. Urug'i yo'q menda, lekin urug'ini topishim kerak. Qayerdandir qaysidir jitel sotsa agar sotib olib turib ekaman. Xo'sh, kartoshkalarni ekamiz va sabzilarni ham ekib chiqamiz. Sabzilardan o'zing kelib hosil olaman, chunki ikki qatorga sabzi ekiladi. Kartoshka bilan bug'doy esa faqat bir tomonlama ekiladi. Xo'sh, okey, bo'ldi. Ana endi xo'sh, buni qo'yamiz. Okey, tak. Stop, telefonim kelyapti, ko'tarayda. Alo, eshitaman. Jo'xa, qildingsan, zo'rmisan? Zo'r janob mer, o'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Короче, uyimga kel, super duper puper yangilik bor. Qanaqa? Super puper duper. Nima deganingiz u? Kelsang ko'rasan, bo'pti, o'chirdim. Tugit, o'chdi. Bo'ldi, telefon qilma qaytib. Mayli. O'chdi deb turib o'zi gapira ko'ryapsizlar. Tingit qilib turib. Mayli. Tak, mana chirikni nima o'zim bilan olib qo'ydim, buni olib borib musorga tashlab yuborish kerak ko'chaga. Xo'sh, tak, yopamiz. Tak.
buni bunaqa emas. Mana uni ko'chaga otib yuborish kerak, lekin buni yegan jitil aniq o'ladi. O'lmaydi-yu, отравление bo'lib, qanaqadir kasal bo'lib ketadi. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Bu uchun bitta like bosish kerak, chiroyli tushgani uchun. Tak, merni yoniga boramiz. Mer qanaqadir yangilik haqida gapirdi. Tak, janob mer uyda bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, janob mer. Ahvolingiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan, Jo'xa? Ha, yaxshi, rahmat. Qanaqadir yangilik bor degandingiz, o'shaning uchun yoningizga keldim. Ha, albatta. O'zi bo'shmisan, ishing qanaqa? Yo'q, polizimdagi ishlarimni ham qildim. Menimcha hech qanaqangi ishim yo'q bo'lsa kerak. Tushunarli. Unda qara, hozir uyimni orqasiga o'tamiz. Faqat qo'rqib ketma va hayratda qolma. Nima deganingiz u? Qo'rqib ketma, hayratda qolma. Men yo qo'rqaman, yo hayratda qolaman. Ikkalasini birdaniga qila olmayman. Endi boshdan aytaman, qo'rqib hayratda qolib ketadigan bo'lsang, yomon bo'ladi. O'shaning uchun yo qo'rq, yo hayratda qol. Bo'ldi, kelishdik. O'zi nimadir yangilik aytmoqchi edingiz, o'shami? Ha, uyimni orqasiga o'taylik, ko'ramiz. Mayli, ketdik. Ke, Jo'xa, ortimdan kelyapsanmi? Mana hozir nimagadir yurmay qoldim. Mana yurib ketdim. Qani, u ayiqmi? Hoy, ayiqcham, bu yoqqa qara. Qara bu yoqqa. Yo'q, menga sakryaptimi bu ayiqingiz? Ha, to'xta, tinchlan. Nimaga Jo'xaga ish qilib qolding? O'ti bunaqa qilmasding-ku. Hoy, yaramas, tinchlan. Jo'xa, panaroqda o'tib tur. Hozir mana, brat, mana o'tdim. Mana ko'rdingmi, tinchlanib qoldi. Bu senda qanaqadir qo'rqdimi, xurkdimi, nimadir bo'ldi. Bu yoqqa kelchaydi yana. Ha, mana bordim. Bu yana senga sakryapti. Menimcha Octagon Ligadan sen bilan birga jang so'rayapti shekilli. Короче, Jo'xa, sen borib, uydagi ishlaringni ko'rib tur. Men buni o'zim bir tarbiyalab olmasam bo'lmayapti. Mayli, lekin вообще ayiq. What the? Ayiq qayerdan kelib qoldi merni uyiga? Stop, mer menga ko'rsatmoqchi bo'lgan yangilik demak shu, lekin brat, yaxshimisiz? Ko'rdingizmi? Mer ayiq olibdi. Qayerdan olganini bilmaysizmi? Bilaman. Qayerdan olibdi? Bilmadim, ertalab bitta odam keldi. Otarish odam. Umrimda ko'rmaganman, tanimaganman. Balki tushimda ko'rgandirman, tushimda ham balki ko'rmagandirman, bilmadim. Короче, keldi-da, bu yerda eshikni taqillatdi, bu yer eshigini ochmadi, yana bitta taqillatdi. Keyin bu derazasidan qaraganda eshikni oching dedi, eshikni ochdi. Unaqa nuqta verguligacha aytmang, kim berganini ayting, bo'ldi. O'sha brat berdi, keyin merni chaqirdi eshikka, keyin merga aytdi, mana bu ayiq sizga, faqat Jo'xa boqsin uni dedi. Nimaga Jo'xa boqsin deydi? Bilmasam, so'raganim yo'q. G'alati. Keyinchi? Keyin beparasat. Keyin esa mer Jo'xa, ya'ni senga telefon qildi. Keyin sen bording. Keyin bo'lgan voqealar o'zing bilasan-ku. Rahmat brat, bunaqangi yangilik, bunaqangi ma'lumotlarni, bunaqangi informatsiyalarni berganingiz uchun sizga tashakkur. 139 mingga kiring demoqchi edim. G'alati bo'lib ketdi. Короче, 140 mingga kiring endi. Bo'ldi, rahmat. Bor endi, bor. Mayli. Jitel вообще g'alati ko'ryapsizmi? Gapirishni bilmaydi. Ular oldida menim tilim aylanmay qoladi, makillab qolaman. Lekin mer ayiqni qayerdan olgani menga voy fizika qonuniga tupurilgan holatdagi voqea. Lekin anavi ayiq menga g'alati tuyulyapti rostdan. To'xtanglar-da. Hozir yangiliklarni eshitaylik, balki yangiliklarda qanaqadir ma'lumot bordir. Xo'sh, bratlar, iltimos izimdan yurmanglar. Bu bratlarga men hayronman. Nimaga izimdan yuribdi? Hatto mayli, yangilikni ochib ko'ramiz. Tak. Kechagi yangiligimizning bugungi eskiligiga qaraganda, nima degan bo'lsam, короче, merni uyida noyob ayiq paydo bo'ldi. U ayiq osmondan tushdimi, yerdan chiqdimi bilmadik-ku, lekin yomon narsaga o'xshayapti. Sababini esa otaman bilmaydi. Bu nima degani bilasizmi? Bu g'alati. U ayiqni tezroq o'ldirish kerak, yo'qsa bir muammo yuzaga kelish aniq. Hurmat va ehtirom bilan, hurmatinglar kerak emas. Короче, men bo'ldim, bo'pti. Lekin qaranglar-da, ayiqni yo'q qilinglar nima bo'lsa ham. U sizlarga aniq parakandalik olib keladi. Sog' bo'linglar. Voy, nima deyapti? Rostdan parakandalik olib kelarmikan? Bo'ldi, yo'q qilish kerak bo'lsa yo'q qilamiz. Lekin rostdan qaranglar, menga borganimda menga qarab sakray boshladi. Lekin merga sakragan yo'q. Nimaga faqat menga sakraydi? Mayli, mer xafa bo'lsa ham, yig'lasa ham iloj yo'q. Men ayiqchani yo'q qilishim kerak. Hoy ayiq, menga qaravor. Hoy ayiq, qaravor deyapman. Hoy, karmisan, bu yoqqa qara. Voy, nimaga qaramaydi? O'tlayaptimikan? Ana qaradi. Voy, menga qara. O'z sakrama yaramas.
nihoyat va nihoyat Volderdam yaramas. Qutuldik. To'xtani endi merga aytish kerak, lekin men noto'g'ri tushunsa dabdala. Janob mer, kechirasiz-u, boshidan men sizdan uzr ham so'rayman, kechirim ham so'rayman, iltimos ham so'rayman, rahmat ham so'rayman. Короче, ayiqchangizni o'ldirdim. Nima qilding? Ayiqchani nimaga o'ldirding? Qaraymisan? Yangiliklarni ochib ko'ring. Hozir tak ochamiz. Ayiq sizlarga parokandalik olib keladi. Uni tezroq yo'q qiling. Rostdan ham eshitdim. Zo'r ish qilibsan, o'ldirgan bo'lsang. Ko'rdingizmi? Parokandalik olib keladi. Qishlog'imiz balki bankrotga uchrar. Yo'q, o'zi shundoq ham bankrotmiz-ku. Lekin balki qishlog'imiz yonib ketishi mumkin edi yoki suv bosib qolishi mumkin edi. O'shaning uchun menimcha o'ldirganim yaxshi bo'ldi. Ha, to'g'ri qilibsan. Rahmat senga. Yaxshi sen borsan. Sen bo'lmaganingda bu payt balki suv ostida yoki olov ichida yoki balki yer ostida bo'larmidik yoki oyda bo'larmidik yoki Saturnda bo'larmidik. Endi oshirib yubordingiz, brat. Balki yulduzda bo'larmidik, a? Может быть. Ha, bo'pti. Keyinroq gaplashamiz. Короче, men uyimda ishlarni qilay. Siz bilan valaqalashib o'tiramanmi? Xo'sh, menimcha Minecraft o'ynaganim yaxshi, chunki Minecraft o'ynagulik ob-havo bo'lyapti, nima deysizlar? Короче, voy, nimaga ochmayapti Minecraft? Och, tezroq och. Obbo, nimaga ochmaydi?